Assalom. Kitap o'qish munbiriga xoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlı romanını anlatışını davamlaştırımız. Tağda bop kaldım, şunun üçün ma bu arka görünüşle tarixli bop kaldı. Xoş, aldınqı anlatışımızda şəhərdən toğraqlıqqa kelgan 3 yaşdan 2 ilə şəhərə işçilikqə qabul qılınıb ketib qaladı. Keyin Dilmuratmı dadısının vazifasi asli kelgandan keyin şəhərə ketidi. Toğraqlıqlar onun ishkirdagi qaysi bir şəhərdə o'qiyotganligini xeyli uzungacha so'zlashib yurishdi. Zeynepning cho'ng o'g'li Turdaxun to'g'raqliqdagi ishchan, muloyim, oq ko'ngil Helimgul bilan to'y qildi. Ikkinchi o'g'li Rustam bo'lsa, viloyatda ichilgan tarjimonlarni yetishtirish kursiga ketdi. Zumrat va Ro'zaxunlarmi cho'ng bo'lib qoldi. Zeynepning beqib olgan o'g'li Ahmad to'liqsiz o'tirini bitirdi. Xo'sh, romanni davomlashtiraylik. 23-bob. Xo'shalliq yarashmagandek, yaqindan buyon Zumrat toza saq bo'la olmadi. Pat-patla qizib qoladigan bo'lib, ishtihasi tutilib yadab ketdi. Galdan g'izo o'tmagandan keyin put qo'lida mag'dur bo'lamdi. Bugun u bog'da kir yeyib etib, beshi qiyib, yiqilib tushgida tas qoldi. U daraxtga yo'linib, yenidagi o'rik ko'tigida xeyli uzoq o'ltirdi. Olim mushukimi uning putiga surkilib o'ltirib, mugdashga boshladi. Odoldagi tikanlik qashog'a yomishib o'sgan ashq pechak, yugimashlar oq, so'sin, seriq rangda ichilib ketgan edi. Kepinaklarmi gullar ustida qanotlarini juplab mugdabatgandek qiladi. Qashog'a qo'nib olgan qushqashlar vichirlab sayrashadi. Zumratning ko'zlari qashog'da xiyoli texmi yiroqda edi. O bultur mush yerda shaharlik yigitlarning osh ishkash paranglashib, kulishib o'ltirganini. Kitobni to'liq o'qiydigan Dilmuratning uning qo'lidan oshni olguncha gadallargacha qizirib ketganini. Shu kuni ularga choy, tomoq to'shib yurgan chog'larda Dilmuratning uningga bir necha qitim o'g'irliqcha qaraganini esladi. Keyin u aksini istab ularning yotiqiga borgan edi. Yataqda Dilmurat yolg'iz o'ltirib kitob o'qiyotdi. U Zumratni ko'rib, yana qizardi. Zumrat uningdan kitob so'rdi. U g'uduqib turib, yostiqning tegidan Kapitan qizi degan kitobni elib berdi. Zumrat kitobni elib chiqib ketayotgan chog'ida Dilmurat uningga nimadir demoqchidek, ammo deyishga petin olmagandek holatda o'ltirib qolgan edi. Zumrat kitobni 2 oqshomda o'qib bo'ldi. Muhabbatiga sodiq ham yuraklik kapitan qizi uningga bek yaradi. U kitobni aparganda yotoqda g'ayrat bilan Dilmurat bor ekan. U ularning chiroyiga qaramay kitobni qo'yib yenib chiqdi. U shu kitobni elib qolmay nemishqa opirib bergan bo'lg'aydi, ha? U bek yaxshi kitob edi. Keyin Dilmurat og'rib qoldi. Soqaygandan keyin uyiga ketdi. U uydan qaytib kelganda Zumratdan o'zini qochirib yurdi. Ketadigan chog'dimi uningga gap qilmadi. Nemishqa shunday qiladi, ha? U hargiz uningga choptishib olmaydi. 2 eg'iz chiroyliqcha xo'shlab qo'ysa bo'ladi. Ammo u unda qilmadi. Zumratning dili azar yedi. Gerçi onun Dilmuratdan og'irnishqa haqqi bo'lmasimi, anasının chaqirgan ovozi Zumratning xiyollarini bo'ldi. U ittik o'rnidan turishiga putilga yo'linib mugdabatgan mushuk partida qilib qashoq tarafga qochdi. Qashoq qo'nib sayrashayotgan qushqashlar po'rida uchib ketishdi. Gullarga qo'nib tush ko'rayotgan kepinaklarmi cho'chib uyg'onib piraldab uchishga boshladi. Zumrat uy taraf ketayotganida beshi yana bir qitim qo'ydi. Bu qitim qisi susroq edi. Zumrat og'rib yetib qoldi.
O etisi yıqılıp qalğanda ayallar kötürüp әкелip qo'yishgan edi. Shuningdan keyin u kavab bo'lib, xudini bilib bilmay yetib ketdi. Chiroyimi bir necha kundala odam ko'rsa qo'rqadak sarg'ayib ketdi. Turdiqari bilan Zeynep uni Go'ngshaga ilib bordi. Bu yerdagi doktorlar uni cho'ngroq yerga, viloyatga apringlar dedi. Viloyatlik doktorxonadagilar Zumratni osma ukul bilan davoladi. Bir necha kundala Zumratning chiroyi o'ngshilib, tomoqqami kirishib qolgan edi. Zeynepxon o'g'illarini doktor bilan so'zishib beqinlar, endi chiqib ketsak bo'lar deb oldirtishga boshladi. Әтсі әтігенділа doktoru өзі Turdiqari bilan Rustamni chaqirtdi. Көзәйнек taqib algan, Uyg'urcha gapni bək chiroyli so'zlaydigan Hanzu doktor ularga. Singlinlarning kesili oxirgi bosqichga berib qapti. Biz mushinchilik qila olamiz, biroq uzil kesil saqayta olmaymiz. Uning kesili uzoq o'tmay yana qo'zg'aladi. Qo'zg'alsila o'lib qolishi mumkin. Shunga darhol qaytirib ekitib obdanroq beqib elinglar. Hargiz sukamdab qolmasin, dedi. O bu sahroliq yigitlarga bu kasallikni mamlakat bo'yicha ishkiridagi bir necha cho'ng doktorxonalarla davolay oladiganligini, ammo davolash xarajati odam qo'rqqidek darajada yuqori ekanligini, ammo saqayish nisbati 30% ga yetmaydiganligini so'zlab o'ltirmadi. Onunğa bu kishilarning turmushi 5 qo'ldek ayon edi. Rustam bilan Turdiqari uning gaplarini tush ko'rayotgandek jimmida anglab turishdi. Keyin yo'q, undaq emas, u o'lib qolmaydi deb buqildab yig'lab ketishdi. Rustam doktorga o'zini tutolmagan holda: "Sen yolg'on aytyapsan. U bir obdan saqib qoldi-ku mana. Sen bizni sahroliq, puli yo'q deb ko'ryatamsan. Anlab qo'y. Biz tenimizni, jinimizni setib bo'lsimi, singlimizni davoltimiz. Ayta, nech pul ketadi o'zadi?" deb vaqirdi. Bundaq fojiali ko'rinishlarni ko'p ko'rgan, yana kelib bu fojianing mushundaq yosh, suyumlik yigit qizlar ham bolalarning beshiga kelib atqanligiga o'ziningmi ichi serilgandigan doktor indamay jim qarab turdi. Oxir Turdiqari bilan Rustam ko'zlarini so'g'uq suvda yuvib etib, chiroyiga zo'rlab kulgi yugurtib onasiga: "Ana, Zumrat yaxshi bo'lib qapti. Yana 2 kundan keyin chiqib ketsak bo'ladi ekan", dedi. Әтsi Abbas Shoji o'zi doktor bilan ko'rishib, davolash imkoniyati bo'lsa-la, o'ziningmi qarab turmaydiganligini aytdi. Doktor uning Zumratning kasallik ahvolini va davolashning o'zi biladigan hamma imkoniyatlarini tafsiliy tushuntirdi. Abbas Shojimi sukutga cho'mdi. Qaraganda tan bermay bo'lmaydigandek qiladi. Abbas Shoji Zeynepxon bilan Zumratni uyida 3 turg'izib mehmon qildi. 3 kun turg'izib mehmon qildi. Shojining qizi Gulnaz ularni pikap bilan shahar aylantirdi. G'ayratjon 4 ko'chaning o'ttirsidagi cho'ng rasmxonaga o'rinlashgan edi. Ular izlab borganda u ularning oldiga yugurib chiqib, nihoyat qizg'in kutib oldi. Gulnaz bilan Zumratni goh o'ri turg'izib, goh o'ltirg'izib, orqa tarafdagi ko'rinishlarni nech qitim yangushlab, ayrim yoki birlikda suratga tortib qo'ydi. Zeynepxonmi qizlari bilan ham o'zi yolg'iz bir necha suratga tushdi. Gulnaz ularni yana Asqar o'rinlashgan diqqatchilik saymalari zavodiga elib bordi. Ammo Asqar nahiyaga xizmatga ketganlikdan ular uning bilan ko'risholmadi. Mehmonxona uyining to'rida Dilmuratning ishkirida tushgan surati bor edi.
Suratdagi Dilmurod sal o'roqlab qolgandek ko'rinadi. U kaltiyanglik oq ko'nglik kiyib, rang-rang gullar ichilib ketgan quyuq dal daraxtlar bilan qoplangan qaramoqqa bog'chaga o'xshaydigan bir yerda ikki qo'lini kayniga tutib, yiroqqa qarab kulimsirab turadi. Bir tutam büdür chechi peshonasiga tushib olgan edi. Abbas Shoji o'g'lining gapi chiqsa ichilib ketadi. Gap so'zlaridan faxrlanish chiqib turadi. Zeynabxon bilan Zumradni Abbas Shojining shofiri to'g'roqlikqa olib qo'ydi. Zumrad to'g'roqlikqa qaytib kelib, 2 hafta o'tmay yiqildi. Shu yiqilgancha o'rnidan tura olmadi. Uning cho'lpon ko'zlari o'ziga telmirib, qor yomg'ir to'kilib turgan onasi va qarindoshlarini qayta ko'ra olmadi. U bir kech kunduz tep-tinch yotdi. Ikkinchi kuni subhida jiroq yaqindagi xo'rozlar bas-basda chillashga boshlaganda, uning shishidek suzuk, qonsiz chiroyiga nimadir soy tashlab o'tgandek bo'ldi. Uzun kirpiklari bilinar-bilinmas titredi. Susqina lapildab turgan bo'yin to'miri herib qolgandek to'xtab qoldi. Zeynab xuddi kichik vaqtlaridagidek qizini quchqiga elib ta'virtib o'ldirdi. Zumrad shunchalik yengil, xuddi bu vaqtda kichikkina edi. Chiroyida tortishish, azob, hasrat, nadomatdan asar yo'q. Bir xil pok, shirin tabassum chilva qilib turgandek edi. Uningga datisi bek amroq edi. Birdam ko'rinsa chidab tura olmaydi. Dadisi yeniga elib ketdi. Zeynabxonning xiyolidan shu o'y kechdi. U birer ay ilgari ko'rgan tushini shundoq aniq esiga oldi. Zumradning kichik vaqtlari emish. To'xtiqari taladın kiribla Zumradni böşükdin yeshib, böşükde yetiveramdi bu. Uval emasmi buningga men beqib kiray deb ko'tirib chiqib ketibotgudek. Zeynab, "Oy to'xtab tursizlar, ma bu posimiz qoldi" deb to'g'lisimi, orqasiga qarab qo'ymog'idek. Shu tushni ko'rgandan tortib, Zeynabning ko'ngliga bir andish kirib olgan edi. Zumradning kundan kunga solib, sarg'ayib ketayotganligi uning andishisini hassilab kuchaytdi. Qizi ikkinchi qatim yiqilganda Zeynab shu tushning taqdirdan berilgan bishorat ekanligini, taqdirni o'zgartirish mumkin emasligini his qildi. Jinidan aziz ko'rdigan qizining o'limi oldida Zeynab o'zini tasavvur qilib baxmagan bir qaysarlikni ifodaladi. U bu kishini Allohning berganligiga, qizini Allohning o'zi ilib ketganligiga shaksiz ishonadi. Allah uning eri To'xtiqorini yoshli ilib ketgan edi. Mana endi po'raklab ichilishga yuzlangan g'unchidek pok ham go'zal qizini ilib ketdi. Hammani yaratquchi, hammani belgiluguchi, hammani bir yo'lda qo'yg'uchi Allohdir. Allah, ojiz qizimning bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilg'aysin. Uningga jannat ato qilg'aysin. Zeynabxon lavlarini midiriltib, uzundan uzunga ana shundoq nida qildi. Ayzimxon bilan Oltingul meyitni yuydigan ayollarni chaqirib kelguncha Zeynabxon shu holatda o'ltirdi. Biri qeri, biri yosh ikki buvi Zumradni taxtay ustida yotqizganda Zeynab boshqa o'tib qizining kiyimlarini o'zi soldirdi. Helemigulning va boshqa ayollarning to'sqiniga, nasihatlarga qaramay buvilarga
suni o'zi tangshib, ularning qizining badallarini silab yuyishiga qizg'anganda qarab turdi. Uni o'ragan chaqlarda xuddi bir yerni og'ritib yetadiganday chidamay qoldi. Beshidan tortib, putining uchiga qadar xushpuroqliq o't cho'plarning suyida pokiz yuyilgan Zumrad taxtayda suratdek yotadi. Nem chochlari peshona gadallarida halqa bo'lib turadi. Sizib qo'yganda qosh kirpiklari, ilipdek burun, sal ko'tarilib turadigan umoq lavlar, amdili yetilgan qizlarga xos marmardek suzuk badan. Tug'ilgandan tartibla Zeynep ishini kuydirib kelgan. Kichikida u purab, suyib qolmaydigan putqollar. Muşunchi güzelliklerinin rastınla tuprak astığa kömülüp ketadiganligiga kishinin aqli yetmaydi. Yuraklar chidamay laxti bo'ladi. İki büyü Zumradni qoida bo'yicha yepanga oldi. Zeynep xonning o'g'illari, urug' tuqqanlar vidolashib olish uchun kirishdi. Uyni yig'izar qopladi. Zeynep xon shu chaqda hushidan ketdi. U hushiga kelibmi ko'zini bir nuqtaga tikib met qilmay yetaverdi. Büyüler unaga bir piyola demida suv ichirib qo'ygandan keyinla uyquga ketdi. U atsiz saharda qopib, Zumrad qizim, sen nada? deb tovlab hammaylarni uyg'otib etdi. Atrofida yig'lab turgan bolalarga bir qarab qo'yib, beshini tutib, birdan turib ketib, varrat unsilib shig'ladi. Birer oygacha ko'zidan yosh qo'rimidi. Keyin bara tinchib, jimg'ur bo'lib qoldi. Kunlarini qizning qabrisi oldida yoki joy namozda o'tkazadi. Kunlab og'ziga bir narsa solmaydi. Kiyim-kechaklarini bo'lishiga kiyatdi. Texi yaqingacha qunduzdek turgan chochlari birdalla oqarib, cho'vilib turadigan bo'lib qoldi. Ro'zaxon bilan Zumrad qo'shkezak bo'lsa-mu, bir-biriga ancha o'xshab ketmaydi. Cho'nglarning aytishicha, ular boshqa qo'shkezaklardek orqadan tug'ilmagan ekan. Ro'zi qori tug'ilib bo'lib, bir necha soatgacha bolaning hamri tushmabdi. Tug'ut onasi bola hamrini tushirish uchun har xil amallarni qilibdi. Kutmaganda yana bir qiz bu vaqt tug'ilibdi. U kichik, ammo jini chin ekan. İnçik ovozda inanlab yig'laganda ovozining yangroqligidan hamma odam hayron qolgan ekan. Zumrad bu oilaning birdan-bir qiz farzandi bo'lganligi ham umoq chechenligi bilan hamma odamning yaxshi ko'rishiga, mehr muhabbatiga erishdi. Uning aksi bo'lsa, tug'ilgandan tortib hech kimning diqqatini tortmadi. U yaşınıp qalğan kəmsöz çoğ dadısının arqısında onunğa oxşaş kəmsöz özü bilən özü gəplişib yalğız oynaydıgan bulub çoğ boldu. Amma Ro'zaxon əzəldən sanlısığa həsəd qılmaydı. Əksicə onun köңlüdə sanlısığa nisbətən fəvqulodda yıqımlıq həm düşünüş var idi. Zumradning mijazi yo'q bo'lib qolsa, u mu tang piyaram bo'ladi. U yig'lasa, bunu mu yig'i tutadi.
Ba'zida singlisini qori besib qolsa, umi qo'rqib yig'lab uyg'onib ketadi. U bir ishni zot unutib ketolmaydi. Ularning 7-8 yoshlarga kirgan vaqti edi. Bir kuni tong saharda qattiq yer tavrab, uylar silkinib ketdi. İştlar ensiz qavab, uyda, ho'ylada nimalardir taraqlab urildi. Zumrat bilan Ro'zaxon tangni cho'chib uyg'ondi. Zumrat ana deb yig'lab, ishini ichib sirtqa qarab mangdi. Ularning onasi bilan cho'ng akisi yerim kechida saharlik dolqinga chiqib ketadi. Rustam bilan kichik Ahmad hech narsani sezmay uxlab o'tadi. Zumrat pildirlab yugurib mahalla sirtidagi itizliqqa qarab mangdi. Osmonni qo'rqinchli qizg'ish tuman qaplagan bo'lib, cho'l tarafdan issiq shamol urilib turadi. Qandaqdir yo'chun bir narsa bolalarning ko'ngliga vahima silib, demini siqatdi. Ro'zaxonga oldida yugurib ketib atgan singlisi xuddi qizg'ish tuman ichida yo'q bo'lib ketadigandek tuyuldi. U ovozining boricha "Zumrat, to'xtab tur, to'xta!" deb to'lab, uni tutib olmoqchi bo'ladi. U yetishib keldi. Qo'llarini uzatib, Zumratni tutib olmoqchi bo'ldi. Biroq Zumrat uning barmoqlari orasidan chiqib, qushdek qanot kerginicha yerga tushdi. Uning midirlamay yotqani edi. Ro'zaxon uning atrofida cho'rgilab, "Ukam quppa, uy ketimiz" deb yolvordi. Tizlinib o'ltirib, uni yo'ladi. Zumratning chiroyi tomdek tatarg'an, yuz ko'zi lavlariga kulrang qum chaplashib ketgan edi. Shu chaqda vahimadan Ro'zaxonning og'zi gap kelmadi. Faqatla qo'lini uzatib, uning yuzidagi qumlarni tushirib etmoqchi bo'ldi. Zumrat g'alit bir ohangda uningdan "Aka, men o'lib qoldimmi?" deb so'ragan. Bu so'z Ro'zaxonning go'da qalbida tunji qitim shuncha kuchli va shuncha aniq o'lim vahimasini qo'zg'agan edi. Atsin tartib, havo isib, osmondan to'xtamay to'p tuman yog'di. Daldaraq ziroatlarga qora tushib ketdi. Bu qurtqa dora kar qilmaydi. Meyvelar ushshoqlab, qetib, yelim o'rlab turadigan bo'lib qoldi. Bara qumliqda yer tavraydigan, osmondan to'p tuman yog'adigan ishlar odatdagi ishlarga aylandi. Uningdan hech kim qo'rqib ketmaydi. Biroq aradan 10 yil o'tib Zumrat og'rib qolgan kunlarda Ro'zaxon uda bir necha qitim xuddi ayni yillardagi bir tong sahardek ashu tong saharni osmonni qoplagan qizg'ush tuman ichiga kirib ketayotgandek Zumratni tushidi. U tushida qo'rqatdi, cho'chib uyg'onib texim qo'rqatdi. Yurakidagi vahima va azobdan o'zini qo'yadigan yer topolmay qoladi. Zumrat sakratda yotgan oqshimi saharga yaqin ko'zi ilinib yana tush ko'rdi. Yoz kuni edi. U xonanda yotadi. Atrofidagi bug'doy chashlaridan mazalik puroqlar tarqalib turadi. Osmonda yulduzlar chaqnashadi. U uxlamoqchi bo'lib turishiga singlisining ola mushiki asta yeniga kelib surkeldi. Ro'zaxon ko'nglida uydan qochib chiqibdi bu. Zumrat izlab qancha avar bo'lib atqandi deb o'ylab, uni qo'yniga silib, beshini siladi. Mushuk uningga qarab qo'yib, muloyimlik bilan jimmida yotadi. Uning ko'zlari uyquga ketgandek bo'lishiga, uning qo'yindan sug'urilib chiqib ketdi. U ittik qo'pib, qaytib kelsa bo'ladi deb qarab tursa, mushuk mengib xamanning chetiga borganda birdanla Zumratga aylandi. U akasiga yenishlab qarab, "Xo'sh aka, Xudoyimga omonat" debla g'oyib bo'ldi. Ro'zaxon
Zumrad, Zumrad deb to'g'lig'icha uyg'onib ketdi. Uzoq o'tmay ishkerki uydan Helimgul huv tartib yig'lab chiqdi. Uni ko'ribla Turdiqari bilan Rustam ishkerki uyga o'zlarini atdi. Ro'zaxon orqadan kirib, onasining chiroyi qog'ozdek oqarib ketgan Zumradni quchog'iga elib, asta alla etib o'ltirganini ko'rdi. Ro'zaxon doim singlisining qabrisi oldidagi o't cho'plikda yerga qarab o'ltirib, singlisini kichkida deraksiz yo'qab ketgan dadisi bilan cho'ng dadisini o'ylaydi. Mushu yerdala uning ko'nglidagi vahima va seg'inish oz to'la besilgandek bo'ladi. To'la chaqlarda tuproq beshiga onasim keladi. Qabri atrofini supurib pokizlab, yonchuqidan bug'doy dallarini elib, qushqashlarga chechib beradi. Ana bola ikkisi ba'zida paranglashib qoladi. Bir qitim Ro'zaxon uningga Zumradning kichik vaqtida yer tavrigandan qo'rqib ketgan chog'dagi ishlarni, o'zining oxirgi kuni saharda ko'rgan tushini aytib berdi. Zeynabxon anglab bo'lib, hamma ish taqdirdan ekan. Taqdirga yozilganni ko'rmay iloj yo'q ekan, deb ulug' kichiktinib o'ltirib ketadi. Orqadan, balam, menga o'xshash sening tushiring oldinga kelib turadi ekan. Bu Allohning yaxshi ko'radigan bandalarga qilgan iltifotimish. Yaratgan egam seni xayrli tushlarni ko'rishga nasib qilar ilohim, deydi. Shuningdan keyin Zeynabxon bu o'g'liga zan qo'yib qarab ketadigan bo'lib qoldi. Ana bolaning ko'nglida azaldan ko'rilmagan bir yaqinlik paydo bo'ldi. Ulardagi bu mehr muhabbatni Zumrad ato qilgan o'xshaydi. Bu mehr yaqinlik ularning qalb yarlarga malham bo'lib, ko'nglini bara-bara teshlantirdi. Ular xuddi muldir soqqan ziroatdek asta-asta qaddini ruslab, qaytadan hayoti kuchga to'lmoqda edi. Bir yillik o'qishni bitkizib, Nohilik partkomga tarjimon bo'lib o'rinlashgan Rustam tunji qitim partkom shujisi Liuligo, ya'ni ayni yillardagi Xiaolu bilan Qarisu yesiga xizmatga bordi. Tushdan burun yezi kadrlari bilan yig'in ichib, charchigan Liu Shuji tamoqni baldiroq yeb, yezilik hukumatining boshliqlariga tayyorlab qo'ygan yotiqida tushlik uyquga ketdi. Rustam asaldan tushda uxlab odatlanmaganlikdan karavatada birdam yetib beqib, asta putining uchida mengib sirtqa chiqdi. Yo'g'on qo'roning ichi jimjit edi. O'zim bog'i ostidagi bir qator ishxonaning qarshi tarafida yo'g'on bog' bor edi. Bog'ning tomlari rishot qilinib, eshigiga yo'g'on qulub silib qo'yilgan edi. Qo'ro darvozasining yanida kichikkina ikki egizliq uy bo'lib, uyning oldida kigiz selingan bir karvat qo'yiqliq edi. Badam dop kiyib olgan egiz bo'y burutlari haybat bir odam karvatdan qo'pib, rishot qilib tom bo'ylab tizib etilgan gullarga suv qo'ydi. Bolondagi katakning og'zini ichib, qaqildashqa boshlagan bir necha mekyan bilan xo'rozni haydab, cho'ng yo'lga chiqaribdi. U qora eshikni yepib qo'yib, kelib birdanla Rustamni ko'rib qoldi-da, sal ingishib, qo'lini maydisiga elib salom qildi. Ovozni pasaytib, "Ma'u to'xularning toza qaqildaydigan vaqti bo'ldi. Liu Shuji tushlik uyquga bek amroq. To'xular uyqusiga daxli qilib qo'ymasin deb yo'lga chiqarib bo'labdimi?" deb kuldi. Obdan qipla, o'zlari mushu qo'roqqa qaraydigan o'xshamamlar. Rustam karavatga kelib o'ltirg'ach, uningdan so'radi. Shundoq. Ma'u ko'rpiga kelsa ko'rpiga. Bog'ning ishimi bor. Xotin ikimiz bog'vanchilikmi qilamiz, kuzatkichilikmi qilamiz? U yer bu yerdan har qaysilardek mehmon kelib qolsa, yotoq, tamoqdan xabar olamiz.
Ukam, xatalaşmasam özleri Liu Shuji'nin tərcümanığı deymen. Şundaq, mən texi yeni yaçı tərcümanlıqni əmdə ügünüvatımən desəm mi boladı? Manda deysizlər, tərcümanlıq degen qol süynər, başlıqның tili degen gep. Təmi bar adam başlıqның arqısıda yürüp cıq işlarını ügünüp alıdı. Qaylığanda sizlər çoğ məktəbdə oqub kelgəndə qılla, özlərinin jürtləri nədin boludu? Mən anca vala çoğ məktəbdimi oqumağan, vilayətdə içilgan bir yıllık kursda oqıgan. Mən muşun hayının saybaq muşiyasıdın, deb cavab berdi Rustam. Bek belən bolapdı, tolu obdan iş bolapdı. Özümüzün adım deysizlər, deb xırıldap güldü burqluq adam. Öz bolğandikin köngüldeki gepni qilishqili boludu. Silinin aldılarda Liu Shuji bilen bere tərcüman billi keldi. Jürtini başqa bir yerden degende qılgan. Beijing'de okugan bek usta tərcüman deyişetdi. Lekin Liu Shujiga yaramay qalgan. Rustamның жүрегі jiqqidi qilib qaldı. O avazını pasaytib, "Nemişqi yaramağan bolğaydı?" deb ittik sordu. Bortliq adam ikki yeniga qarab etib, Rustamga qarab ingishdi. Bu Liu naiti esli adam qilaman deganini qiladi. Pichqi bek kesidi. Xizmatga o'zini urib turadi. Men buningdek jabaliq ishlaydigan boshliqni ko'rmagan. Manga shundoq amroq meni ko'rsa yiroqdan, "Ey Dagaza, yakishimi?" deb kulib ketadi. Bu yerga kelsa, har oqshimay uningga bir dos issiq suv tayyorlab beraman. U putini issiq suvga chilab, o'ltirib material ko'rdi. Suv sovib ketganda men ochqib to'kib etaman. Bu ishni zad unutib qolmayman. Bir qatam qaynanam o'lib ketib, jurtga kelgan vaqtimda Liu Shuji heliqi tarjimon bilan kelib qopdi. Oqshimay issiq suv akilib berdigan odam yo'q, heliqi tarjimonni buyuribdi. U issiq suvni akilib beribdi. Putini yuyib bo'lib, suvni to'kib etishga buyurgan ekan, heliqi tarjimon: "Sen nima eding? Meni xizmatkor ko'rib atamsan? Men qilmagan putingning jundusini to'kish qolganmidi?" deb tillabdi. Liu Shuji bosh kelmabdi. Uni shu yerda qo'g'ilib etibdi. Nohiyadan batirmabdi. U katta tarjimon xizmatidan ayrilib qolg'ili tos qilib, jiq so'riqchilik bilan yurtga ketib opdi. Rustam birdanla g'amga petib, jim o'ltirib qoldi. Burutliq odam uning ko'nglidagini bilib oldi bo'lg'ay, darhol gap boshladi. Asli Liu unchvala eski odam emas. Bay dedim-g'o, ta'mi bor. Uning orqasida yurib, ish o'rganadi, yo'l topadi. Undaq boshliqlar bilan yiqilishimiz, xizmatini qilamiz deb armon qildiganlar ozmi? Putigan suvni to'kib etish degan qanchalik ish deylar? O'g'il bol degan biror maqsadga yetish uchun qilin, qattiqroq bo'lib olmasa bo'lamdi. Mana o'zimni olsam, shu bir dos issiq suvning yuzi bilan Kaminaning jabosidan qutuldim. Xotinimni yenimga kelib oldim. Moshunchilar cho'ng baq qo'limda bo'lgandan keyin Gongshedagi boshliqlarni o'z yo'lda rozi qilib turyaptiman. Endi men demoqchim, sizlar u kaltpam tarjimonni do'rab qolmaslar. Menga o'xshash dehqonning bolasi ekanlar. Sizlar bilan biz ko'rmagan nima jafo qoldi deylar. Endi tarjimonlikni o'rgansizlar, ishning yo'lini o'rgansizlar. Qanday fikam? Obdan dedilar. Bu gapni anglab qolganim bek obdan bo'ldi. Ma'qulamsa, men kirib baqay. Liu Shuji uyg'onib qoldimikin? Liu Shuji ishkirki uyda sus qo'rak tartib uxlayotdi. Rustam karavatga o'zini tashlab, yetib xiyolga cho'kdi. Qumluqda cho'ng bo'lgan bu sodda sahro bolasi dunyoning murakkab, hayotning rahimsizligini, yaxshiroq yashash uchun mushu rahimsiz dunyoga moslashish kerakligini dastlabki qadamda his qilib o'tdi.
O özünün hayat yolida yana qandaq açı yol, tanlashlarga duch keladiganligini, özünü nimeler kütüp turadiganligini tasavvur qila olmaydi. Onunğa bir narsa ayon edi. O endi to'g'raqliqqa qaytib ketmaydi. O bu yerda boshqa bir xil yashash imkoniyatini ko'rdi va uningga tish tirnoqi bilan yepishdi. O odamdek yashashi, rohat ko'rishi, onasiga rahat ko'rsatish kerak edi. Bu maqsadga yetish uchun o har qanday badal to'lashga rozi bo'ladi. Put yundusini to'kish qanchalik ish edi. U degan Rustamning boshlig'i yoshdimi, uningdan xeyli cho'ng. O albatta uni hurmat qilishi, buyruqidan chiqmasligi, turmushda uningga yordam qilishi kerak. Rustam ko'ngli ting'andek bo'lib, ulug' kichiktindi. Neriq uydan kelayotgan xo'rak ovozining to'xtab qolganligini sezib, o'rnidan irg'ib turdi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Romanni o'qiganda imkoniyatning baricha betaraf holda o'qishga tirishib bugun o'zimni basa olmay qoldim. Özür tilayman. Xo'sh, aman bo'linglar. Her birimiz özümüzni yaxshi asraylik. Menmi özümni asray, sizmi özünüzni yaxshi asrang. Xo'sh, kelar qatim ko'rishaylik.